Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan Android smartfonlar uchun xavfsizlik sozlamalarini ko'rib chiqamiz. Buning uchun birinchi navbatda telefonimizga parol o'rnatib olamiz. Sozlamalarga kiramiz. Bu yerdan biometrik axborot va parol bo'limini tanlaymiz. Ekran qulfi va paroli shuni ustiga bosamiz. Bu yerda bizga kod kiriting deydi. Biz istalgan kodni kiritishimiz mumkin. Buni 2 marta takrorlashimiz kerak. Barmoq izini ro'yxatdan o'tkazasizmi deb so'raydi. Biz ro'yxatdan o'tkazishni bosamiz. Qurilmamiz chetida barmoq bosish uchun joy bo'ladi. Shuni bosamiz. Va bizga yana barmoq izi chetlarini ham ro'yxatdan o'tkazing deydi. Mana muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdi. Bundan so'ng bizga yuzni ham aniqlash funksiyasini yoqishni so'raydi. Biz hozircha buni rad etib turamiz. Ikkinchi qiladigan ishimiz uyqu rejimini faollashtirish. Qurilmamiz ishlamayotgan paytida bu rejim ishga tushadi va qurilmani qulflab qo'yadi. Va biz uni o'zimizga kerakli paytda yana qayta yoqishimiz mumkin. Buning uchun displey va yorqinlik bo'limiga kiramiz. Uyqu bo'limini tanlaymiz. Bu yerdan o'zimiz istalgan vaqtni belgilab qo'yishimiz mumkin. Shu vaqtdan so'ng telefonimiz o'z-o'zidan qulflanadi. Keyingi qiladigan ishimiz xavfsizlik bo'limiga kirish. Bu yerdan Google Play Protect'ni tanlaymiz. Play Protect himoyalash uchun ilova va qurilmalarni muntazam tekshirib boradi. Barcha xavf-xatarlardan ogoh qiladi. Shuning uchun bu doim yoniq turishi kerak va buni hozir biz ham